Lisa Nichols shundaq deydi. Kishilarda mundaq ahvol mavjud. O'zimiz yoqtirgan narsalarni ko'rsak, men buni yaxshi ko'ratdim, mushuninga erishgim bor deymiz. Ammo o'zimiz yoqtirmaydigan narsalarni ko'rsak, uning bilan qarshilashimiz keladi. Biz kasallik, namratlik, ittifoqsizlik va bir qator qalaymaqon foydasiz ishlarning hammasini yoqtirmaymiz. Shuni biz ularga qarshi turishga odatlanib ketgan. Ammo amaliyotda biz ular bilan qarshilashganda, ularga diqqatimizni berganda, ular davomli mavjud bo'lib turaveradi. Xali Doskin shundaq deydi. Har qanday ishga faqat biz ko'ngil bo'lgandala, u mavjud bo'lib turadi. Shunga misol olsak, agar biz yuz bergan ittifoqsizlik, to'qinish, azob qatorliqlardan intayin xafa bo'lsak, amaliyotda o'z energiyamizni shuningga sarf qilayotgan va uni ko'paytirayotgan, o'zimizga besim tushirayotgan bo'lamiz. Karl Gustav Jung shundaq deydi. Umuman siz qarshilashgan narsa davomli mavjud bo'lib turadi. Qarshilashganning hech qanday foydasi yo'q. Siz cho'qim ishki qismingizga cho'nqur cho'kib, ideya va tuyg'ungizdan foydalanib, o'zingiz xohlagan go'zal, yangi chastotani tarqitib, yangi ko'rinish paydo qilsangizla bo'ldi. Lisa Nichols shundaq deydi. Agar biz ma'lum bir ish bilan qarshilashib, barliq diqqatimizni shuning ustiga qo'yib olsak, barliq energiyamizni shu masalaga sarf qilib olsak, ishonch, muhabbat, bayashat turmush, tarbiyalanish va tinchlikqa aslo ko'ngil bo'lmasak, o'ylab beqing, bu qilganimiz to'g'ri bo'lamdi. Xali Doskin shundaq deydi. Shunga agar siz ittifoqsizlikni yoqtirmasangiz, undaqda tinchlikni qo'llang. Ajarchilikqa qarshi tursangiz, undaqda to'qchilikni qo'llang. Qisqasi, butkul diqqatingizni xohlamagan ishlarga emas, faqat xohlagan ishingizga qarating. Bu olamdagi barliq mavjudlik faqat bir ideyani boshlanish nuqtasi qilgan. Har qanday bir narsa agar bizning qalbimizdagi o'rnidan, diqqat e'tiborimizdan ayrilsa, u bizga nisbatan mavjud bo'lib tura olmaydi, o'zligidan yo'qolib ketadi. Charles Xanil shundaq deydi. Esingizda bo'lsin, bu so'z intayin qaltis, lekin tushunish nihoyatda tez. Masala mayli nima bo'lsin, qayerda yuz bersin, kim uning ta'siriga uchrasin, birdan bir o'zgartishga tegishligi o'zingiz. Birdan bir qilishga tegishli ishingiz o'zingiz tashna bo'layotgan nishonga ko'ngil bo'lish. Jack Canfield shundaq deydi. Siz o'zingiz erishni xohlamagan narsalarga diqqat qilsangiz bo'ladi. Chunki u sizga selishtirish fursati berib, nimaga erishmoqchi ekanligingizni eskartadi. Lekin amaliyotda o'zingiz xohlamagan narsalar ustida qancha ko'p paranglashsangiz, uning nacharligini davarsangiz, shuningga munosabatlik mazmunlarni ko'rsangiz, ondan nima degan echinishlik desangiz, undaqda siz bu xil narsaning paydo bo'lishini tezlatasiz va uni ko'paytgan bo'lasiz. Passiv narsalarga ko'ngil bo'lish bu dunyoga qilcha yordam qila olmaydi. Siz diqqatingizni bu dunyoning passiv taraflariga qarasangiz, ularning energiyasini oshirib qolmay yana o'z turmushingizga nurg'un passiv shaylarni jalb qilayotgan bo'lasiz. Ko'z oldingizdagi ko'rinishlar siz xohlamagan narsalar bo'lganda, bu sizning ideyangizni o'zgartirishingiz kerakligidan berilgan eskartma bo'ladi. Dunyoning vaziyat yuzlanishi mayli qanday bo'lsin, sizning yanada ta'sir qilish kuchingiz bor. Siz mukammal kuch-qudratga ega. Barliq kishilarning xo'shalligiga ko'ngil bo'ling, to'qchilik va mo'lchilikka ko'ngil bo'ling. Butun zehningiz bilan ideyangizni o'zingiz xohlagan narsalarga qarating. Mayli hozir atrofingizda nima ish yuz bergan bo'lsin, sizning muhabbat va baxt tuyg'usi tarqitish orqali dunyoni o'zgartirishdak, dunyoga to'hfa qo'shishdak qudratingiz bor. Michael Bernard Beckwith shundaq deydi. Tinchlanishni o'rganib, diqqat e'tiboringizni o'zingiz yoqtirmaydigan narsa, shundaqla uningga chirmishib ketgan barliq kayfiyatdan yo'tkab, o'zingiz ko'rishni, o'zingiz yetishni xohlaydigan nishonga zehn qo'ying. Sizning energiyangiz, sizning diqqatingiz bor yerga oqidi. Xarishin Bona shundaq deydi. Samimiy fikr yurgizganda sizning ideyangiz dunyoni ta'minlaydigan ozuqqa aylanadi. Siz o'z mavjudligingizning bu dunyoga nisbatan hayron qolarlik ta'sir kuchga ega ekanligini ko'ra oladingizmi? Siz o'zingizni xushal qiladigan go'zal ishlarga zehn qo'yganda, bu dunyo uchun go'zal shaylarni elib kelayotgan bo'lasiz. Shundaqla o'z turmushingizga shu go'zalliklarni jalb qilasiz. Tuyg'ungiz go'zal bo'lganda, hayotingizni olg'a siljitasiz va dunyoga ilhom berasiz. Doktor John Dimatli shundaq deydi.
İçingizdagi ovoz va ko'z qarash tashqi dunyodagi fikrlarga qaraganda texmi cho'nqur, aniq, yangroq bo'lganda o'z hayotingizga xo'ja bo'lgan bo'lasiz. Lisa Nichols shundoq deydi. Sizning mas'uliyatingiz dunyoni va odamni o'zgartirish emas, balki olamning vaziyatiga moslashish hamda bu jarayonda tantana qilishdir. Siz o'z hayotingizning xo'jasi. Olam sizning barliq talabingizga inkos qaytirdi. Agar ko'rganingiz siz xohlamaydigan ko'rinish bo'lsa, hargiz uning ta'siridan qaymoqib qolmang. Mas'uliyatingizni to'g'ri tunib, imkon qadar ularga parvo qilmang. Faqat o'zingiz orzu qiladigan ishlarni o'ylang, uni his qiling, uning ishga oshgani uchun minnatdorlik bildiring. Shundala o'zingiz xohlagan turmushda yashab, dunyoning haqiqiy go'zalligidan bahramand bo'la olasiz.